Hurmatli Chirchiq shahar aholisi va umuman O'zbekistonda yashaydiganlar, sizlardan iltimosim bor. Ko'chada sayrga chiqasizlar, umuman aylanishgami, ish bilanmi, o'ynabmi, ko'chaga chiqindi tashamanglar, iltimos. Hozir o'sha tomondan sayr qilib yuribmiz, biz ham kechki sayrga chiqqanmiz. Ikkala tomonni qarab bo'lmaydigan ahvolda. Biz Chirchiq shahar CTZ'ni stadioni bor. Mana CTZ zavod bu serjantlarni tayyorlaydigan maktab. Qarab bo'lmaydi-da. Hozir to'g'risi yuragim ko'tara olmadi, vijdonim qiynalib ketdi. Bu narsadan qaranglar. Kimdir farzandiga olib bergan, yegandan keyin shu ko'chaga tashaganda, biz ota-ona sifatida farzandlarimizga bolam yerga axlat tashama, chiqindi tashama deb o'rgatishimiz kerak emasmi aslida? Ba'zi insonlar obodonlashtirish ishchilaridan xafa bo'ladi. Nimaga tozalamayapti, nimaga qaramaydi deb turib. Yo'q, kechirasizlar. Bu mana qaranglar. Bu narsani biz yerga tashamasak, obodonlashtirish ishchilariga ish qolmaydi ham aslida. Insonda ozgina vijdon bo'lishligi kerak-da. Inson xafa bo'lib ketadi. Baklashka, semichka qog'ozi, morojniy qog'ozi. Nima qilishlik kerak buni? Nima qilishlik kerak? Men iltimos qilaman, uyimizda hammamiz farzandlarimizga shu narsani o'rgataylik. Bolam tashama va o'zimiz birinchi navbatda o'rnak ham bo'lishligimiz kerak. Biron narsani yedikmi, o'zimiz bilan olib chiqindixonaga olib borib tashlaydigan bo'lsak, bu narsani farzand ko'rsa, unga aytish ham kerak emas-da. Keyingi safar ko'rgan narsasini albatta takrorlaydi. Achinib ketaman-da, to'g'risi achinib ketaman. Iltimos shu narsaga e'tiborli bo'laylik. Nafaqat Chirchiq shahar, bu hamma joyda bor. Ba'zi insonlarda shunaqangi, men aytmayman bu farosatsizlik deb turib, shunchaki e'tiborsizlik. Unutib qo'yadi va shu narsani qilib qo'yadi. Agar siz shu kabi holatlarga guvoh bo'lib qolsangiz, kimdir yerga chiqindi tashladi, iltimos qilaman, qo'pollik qilmang. Molmisan, itmisan, eshakmisan demanglar. Faqatgina odob bilan assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi insonga o'xshayapsiz. Faqat iltimos, qilgan ishingiz biroz noto'g'ri. Yerdan olib turib, iltimos o'sha chiqindixonaga tashlang deb turib, odob va xushmuomalalik bilan bu narsani to'g'rilaydigan bo'lsak, insonlar bu narsani qabul qila oladi. Qo'pollik bilan faqatgina urush janjalga aylanib ketadi va natijasi bo'lmaydi.